Assalomu alaykum. Spektrum geometriya 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi darsimiz drawing geometric shapes, ya'ni chizma geometriya shakllari yoki yasash geometriyasi ham deb yuritiladi. Yasash geometriyasi. Xo'p, bizga qadamma-qadam, ya'ni agar uchburchak yasash haqida gap ketyapti. Uchburchak ikkita burchagi berilsa, bitta tomoni uzunligi berilsa, uchburchak yasash haqida. Ya'ni biz masalan 4 ta misol berilsa, u to'rttalasi ham yasashga oid. Masalan, birda B-sini yoki birda A-sini bajarmoqchi bo'lsak ham 2 santimetrlik tomoni berilgan. 2 santimetr o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Shu kesma uzunligini biz 2 santimetr deb faraz qilaylik. Xo'p. Bizga 120 gradus va 30 gradusni o'lchab olishimiz kerak. Masalan, 120 gradus bu yoqdan oladigan bo'lsam, transporter orqali o'lchanadi 120 gradus ham. 30 gradusni bu tomondan o'lchab olamiz. Ikkalasi ham cheksiz davom etadi. Nur bo'lganligi uchun burchak ikkita nurdan tashkil topganligi uchun kesishgan joyida bizda so'ragan uchburchak hosil bo'ladi. Ya'ni mana buni boshqa rang bilan belgilab oldik. Mana bizdan so'ragan, ya'ni 2 santimetr 30 gradus burchagi, 120 gradus burchagi bor bo'lgan uchburchak bizdan yasash so'ragan edi. Ya'ni bularni biz transporter chizg'ichlar yordamida qilib o'lchab, hisoblab chizishimiz kerak. Ya'ni birinchi mavzudagi 4 ta misol ham shunaqa. Bu yerda mana qadamlarni keltirgan. Qadamlarda bizga masalan 2 inch deb berganda 2 inchni birinchi o'lchab qo'yamiz. Va 30 gradusli va 80 gradusli burchakni transporter yordamida bitta 30 gradusni bu tomondan qo'yib hisoblasak, 80 gradus bu tomondan qo'yib hisoblasak, bizga aslida nur bo'lgan burchak ikkita nurdan tashkil topadi. Nurlar cheksiz ketadi. Mana 30 gradus o'lchasak ham cheksiz bu davomli. 80 gradus o'lchasak ham cheksiz. Endi ular kesishgan joyini bizdan so'ragan uchburchagimiz hosil bo'ladi. Mana bu yerda bizdan so'ragan uchburchak yasaladi. Xo'p, demak shu tartibda 4 ta misolimizda ham yasashimiz kerak. Keyingi mavzu ham uchburchakni yasash mavzusiga oid. Birinchi mavzuda ikkita burchak bitta tomon berilgan bo'lsa, bunda endi ikkita tomon va bitta burchak orqali uchburchak yasashga oid. Uni qanday yasaymiz? Bunda bizga transporterdan tashqari sirkul ham kerak bo'ladi. Xo'p, buni qanday yasaymiz? Masalan, birinchi misolimizni ko'radigan bo'lsak, ikkita tomoni, bittasini uzunligi 1 inch, ikkinchisining uzunligi 2 inch. Xo'p. Biz masalan 2 inch uzunlikni qo'ydik. 2 inch deylik shu uzunligimizni. Va bizga 50 gradus hosil qilishimiz kerak. 50 gradusni chizamiz. Mana shu bu uchiga qo'yib turib. Bilamiz, burchakni nurdan tashkil topadi, bu tomoni cheksiz ketadi. Endi Xo'p, 2 inchni o'lchadik, qo'ydik. 50 gradusni o'lchab qo'ydik. Endi bizga sirkulni uchini bu yerga qo'yamiz va sirkul radiusini 1 inch qilib aylana chizamiz. Agar bizni 1 inchimiz mana bu 3-chiziq bilan kesishmasa, demak bunaqangi uchburchakni biz yasay olmaymiz. Xo'p, agar ikkita kesishsa, masalan 1 inchni oldik, aylana chizdik. Bu
aylanib chizganimizda ikkita kesdi. Mana bu 1 inch. Mana bu kesgan joyi ham 1 inch. Ikkita kessa, demak biz 2 inch, 1 inch va bitta burchak 50 gradusdan iborat bo'lgan ikkita uchburchak yasashimiz mumkin bunaqa holat. Agar bitta urinsa, bitta shunaqangi uchburchak yasashimiz mumkin. Ya'ni hozir hop, bunda masalan bitta urinadigan bo'lsa, bunaqangi uchburchakdan biz bittasini yasashimiz mumkin bo'ladi. Ikkita kessa ikkita. Agar kesishmasa, birinchilik gradus bilan sirkul yordamida chizgan paytda, demak bunaqangi uchburchak yasashimiz mumkin bo'lmaydi. Xo'p, bu mavzu hammasi yasashga oid hisob-kitoblik emas, sirkul, chizg'ich, transporter yordamida yasab ko'rishimiz kerak aslida. Xo'p, biz hisob-kitobligini, ya'ni 3 ta kesma bergan, 3-inchisi ham yasashga oid mana. 3 ta kesma bersa, shu 3 ta kesmadan uchburchak yasash mumkinmi yoki mumkin emasmi? Uchburchak qurish mumkinmi, qurish mumkin emasmi degan savolga javob topamiz. Ya'ni hisob-kitoblik joyiga keldik, chizmaymiz bu yerda. Xo'p. Bu uchun bizga uchburchak tengsizligi kerak bo'ladi. Uchburchak tengsizligi nima? Uchburchakning ikkita tomoni yig'indisi har doim 3-tomonidan katta bo'lishi shart. A bilan B ning yig'indisi har doim C dan katta bo'lishi kerak. A bilan C ning yig'indisi har doim B dan katta bo'lishi kerak. B bilan C ning yig'indisi A dan har doim katta bo'lishi kerak. Agar shu shart bajarilsa, uchburchak qurish mumkin, yasash mumkin. Bo'lmasa yasab bo'lmaydi. Demak, mana shu yerda bitta qo'shimcha qilib ketsak bo'ladi. Yig'indisidan kichik bo'lishi kerak, lekin musbat ayirmasidan katta bo'ladi har doim. A plus B dan kichkina bo'ladi C. Lekin A minus B dan, ya'ni A minus B ning musbat ayirmasidan har doim katta bo'ladi. Demak, shunday yozsak bo'ladi. Demak, bizga 3 ta tomon berilgan. 3 ta tomoni uzunliklari birinchisining 5 inch, ikkinchisining uzunligi 3 inch, uchinchi tomon uzunligi 2 inch. Uchburchak yasash mumkinmi yoki yo'q? Ha yoki yo'q. Bittasini tanlashimiz kerak. Xo'p, biz uchburchak tengsizligi bilan tekshirib ko'ramiz. 5 bilan 3 ning yig'indisi 2 dan katta, to'g'ri bu. 5 bilan 2 ning yig'indisi 3 dan katta, bu ham to'g'ri. Lekin 2 bilan 3 ning yig'indisi 5 dan katta emas. Teng bo'lishi ham mumkin emas bizda, katta bo'lishi kerak. Demak, bunda yasab bo'lmaydi, no qo'yamiz. Osonroq yo'li eng katta tomonni topamiz. Masalan, mana bu birini B'sida eng katta tomon 8 a. Qolgan ikkitasi 3 bilan 7 ning yig'indisi 8 dan kattami? Demak, yasash mumkin. Eng katta tomon 12 mi? 10 bilan 4 ning yig'indisi 12 dan kattami? Demak, yasash mumkin. Eng katta tomonimiz 20. 5 bilan 8 cm yig'indisi 20 dan katta emas. Bu xato. Demak, no. Bunisida ham 5 bilan 9 yig'indisi 20 dan katta emas. No. Yasash mumkin emas, ya'ni. Bunda 10 bilan 10 ning yig'indisi 19 dan katta. Yasash mumkin. Xo'p, demak 4 9 9. Eng katta tomon 9, demak 4 bilan 9 yig'indisi 9 dan katta. Yes, yasash mumkin bo'ladi. Xo'p. Ya'ni uchburchak tengsizligida 3 ta tengsizlikni ham tekshirib o'tirishimiz shart emas. Eng katta tomon bilan tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. 5 ga 7 ni qo'shsak 14 dan katta emas. Demak, bu uchburchak tengsizligini buzadi, yasash mumkin emas. 3 bilan 3 ning yig'indisi 10 dan katta emas. Demak, bajarilmaydi bu ham. Eng katta tomon 8 bo'lsa, demak 4 ga 6 ni qo'shsak 8 dan kattami? Demak, yasash mumkin.
2 ga 3 ni qo'shsak 4 dan katta, demak uchburchak yasash mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.